Chuqur nafas oling. Ko'zlaringizni yuming. Yana bir marta chuqur nafas oling. Nafasingizni ushlab chiqaring. Yana bir marta chuqur nafas oling. Nafasingizni chiqaring. Tasavvur qiling. Siz 7-osmon tepasiga uchib ketyapsiz. Mana 1-qavatdan o'tdingiz. 2-qavatdan o'tdingiz. Mana 3-qavatga yetdingiz. Osmonga qarab ketyapsiz. 4-qavat, 5-qavat, 6-qavat, 7-qavat. Tasavvur qiling. Osmonda 7-osmondasiz. Va 7-osmondan tushayotgan nur butun tanangizni tozalayapti. Mana u nur sizning boshingizga keldi. Boshingizni tozalayapti. Quloqlaringiz, ko'zlaringiz, ongingiz, miyangizni nur bilan tozalayapti. Mana u yelkalaringizga tushdi. U nur qo'llaringizni, qalbingizni, barcha ichki organlaringizni tozalayapti. Mana u jinsiy a'zolaringizga keldi. Jinsiy a'zolaringizni yaxshilab tozalayapti. Mana endi u oyoqlaringizga keldi. Oyoqlaringiz uchigacha sizni tozalayapti. Butun tanangiz nur bilan burkandi. Nurga aylandi. Endi siz o'zingizdagi moliyaviy ahvolingiz haqida o'ylang. U qanday holat? Siz pulga qiynalyapsizmi? Yetishmovchilik bo'lyaptimi? Yoki qarzlaringiz bormi? Sizga qancha kerak? Qanday olishingiz kerak bu pullarni? Siz avvalo bu pullarga loyiqmisiz? O'ylab ko'ring. Siz aynan mana shu pullarga loyiqligingizni anglang. Chunki siz 7-osmondasiz. Allohning huzurida serobgarchilik ko'p. Allohning huzuri bu izobiliya, serobgarchilik. U yerda qancha xohlasangiz, nechta xohlasangiz, qancha miqdorda, qiymatda xohlasangiz, istaganingizcha olasiz. Katta pullar bu siz uchun. Qarang, atrofingiz to'la serobgarchilik. Qarang, nur ichida, hamma joyda serobgarchilik. Pul istasangiz pul, tillo istasangiz tillo, katta pul istasangiz katta pul. Oziq-ovqat istasangiz, kiyim, kechak istasangiz, hammasi bor. Qarang atrofingizga. Ular hammasi nurdan iborat. Ular sizning atrofingizda. Oling ularni. Istaganingizcha oling. Siqqanicha oling. Ortig'icha oling. Siz bularga loyiqsiz. Siz eng yaxshilarga loyiqsiz. Siz istagan pulingizga loyiqsiz. Istaganingizcha oling. Endi tasavvur qiling. Boshingizni tepasidan siz xohlagan miqdorda nur bilan katta pullar oqimi siz tomon tushib kelmoqda. Aynan ongingizdan, butun tanangizdan haligi nur endi pulga aylanmoqda. Istaganingizcha u pul, katta pullar sizning tanangizga kirib bormoqda. Butun tanangizni qamrab oldi. Siz pulga aylandingiz.
Endi siz pul ishlab topmaysiz. Pul sizni topadi. Pul sizni topib keladi. Qachon xohlasangiz, qancha xohlasangiz, u sizni qidirib keladi. Chunki siz eng yaxshilarga loyiqsiz. Siz ana shularni o'zingizga tortib olasiz. Ana shu energiya bilan, ana shu pullar oqimi bilan, birgalikda qalbingiz bilan chuqur nafas oling. Nafasingizni ushlab, ko'zlaringizni oching.